Sergeli Bobur mahalladan arzon narxda duplex kvartira ko'rsam nima deysizlar, okalar? Ya'ni lokatsiya juda ham zo'r. Sergeli Bobur mahallasi joylashgan bo'ladi. Bir yoq tarafga 500-600 metrda mashina bozoriga chiqib ketishimiz mumkin. Yangi 2 etajli novostrokani birinchi etajdan duplex maydoni 73 kvadratli 3 xonali tayyor yevro remont kirib yashaydigan kvartira topib qo'ydi. Bu narxini ham oldin aytib o'tib ketaman. Egalari $61 ming so'rashyaptilar. Albatta kelishiladigan joylar bor. Endi ichkaridan tanishib chiqamiz. Ichkaridan ko'radigan bo'lsak, asosiy pod'ezd eshigidan kiraverish, shunaqa uzoq prixoshka xonalar ketma-ket joylashgan. Pastga tushish xodini ko'rishimiz mumkin va birinchi etajda bitta katta zal, mehmonxona joylashgan bo'ladi. Va ayollarimiz uchun kuxnyani ham ko'rishimiz mumkin. Полностью kuxnya mebellari bilan birga joylashgan bo'ladi va birinchi etajda alohida razdельный planirovkada sanuzorlarni ham ko'rishimiz mumkin. Pastki etajini ko'radigan bo'lsak, alohida ko'cha tarafdan kirish xodlarini ham ko'rishimiz mumkin. Ikkita yotoqxona joylashgan bo'ladi yonma-yon. Narxi $61 ming, srochniy variant bo'lgani uchun pastdagilar nomeri savdolashib olsanglar bo'ladi.